What are the near future plans of you? Yevropaning yirik bizneslarining O'zbekistonga oid yaqin kelajakdagi rejalari qanday? You have seen today the business is ready. They have so Bugun o'zingiz ko'rganingizdek biznes doiralari tayyor. Ularda juda ko'p g'oyalar bor. Ularning ba'zilari O'zbekistonda 30 yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda va ular bizga moliya institutlari, banklarning yordami kerakligini aytishgan. Logistika juda kuchli, kimyo sanoati ham kuchli. Biz siyosatchilar sifatida poydevor yaratishimiz mumkin. Biznes esa kirib keladi. Bunga ishonchim komil. business will come, I'm sure. O'zbekiston bozori Yevropa bizneslari uchun qanchalik qulay deya olasiz? I think every market is O'ylaymanki, har qanday bozor agar u ochiq bo'lsa, kompaniyalarimizga muvaffaqiyatga erishish imkonini bersa qulaydir. Va menimcha hozir ayni vaqti. Prezidentingiz ochiqlik haqida ham gapirdi. Davlat rahbaringiz 2030-yilgacha yalpi ichki mahsulotni 2 barobarga oshirish rejalari haqida so'zladi. Va agar Yevropadan biznes kirib kelsa, bu sizning biznesingizni rivojlantirishga ham yordam beradi deb bilaman. This will also help to raise your businesses. Bizga siyosiy qo'llab-quvvatlash zarur. Men bu uchrashuv davomida aynan shuni his qildim. Prezident buni juda qat'iy ta'kidladi va biz kelajakni intizorlik bilan kutmoqdamiz. Men ham xuddi shunday mazmunda gapirdim. Shu yili noyabr oyi oxirida Toshkentga boramiz. Demak, bu haqiqiy amaliy harakat va biz bu imkoniyatdan foydalanishimiz kerak. Chunki geosiyosiy vaziyat o'zgarmoqda va bizga kuchli hamkorlar kerak. O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi sheriklik bugungi kun uchun eng to'g'ri yo'l deb hisoblayman. O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi sheriklik bugungi kun uchun eng to'g'ri yo'l deb hisoblayapmiz.